Namangan yoshlari giyohvandlikka qarshi. Aynan shu shior ostida Yangiqo'rg'onning Nanay qishlog'ida yoshlar festivali bo'lib o'tdi. Festival doirasida ko'plab ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Festival hokim va yoshlar uchrashuviga ulanib ketdi va unda Yangiqo'rg'on, Norin, Pop va uch tumanlardan tashrif buyurgan yoshlar o'zlarini qiynayotgan masalalar yuzasidan viloyat rahbariga murojaat qildilar. Mana bugun Nanay qishlog'ida viloyat rahbarlari va yoshlar o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Men ish so'rab murojaat qildim va ushbu murojaatim o'sha joyning o'zida hal etildi va men 34-maktabga ishga olishdi. Kelasi hafta, ya'ni dushanba kundan men o'z ish faoliyatimni ushbu maktabda boshlayman va menga o'xshab murojaat qilib kelgan yoshlarni 70-80% o'sha yerning o'zida murojaatlari yechim topdi.